Mezgilde nurgun kişiler aile avtomobilini edip seferge çıkışını yaxşı gördü. Belki ularning içinde bazıda ciddi ahvalga yo'liqqanda qanday qilishni bilmasligi mumkin. Şuna biz şoför dostlarning diqqatiga yuqori suratlik taş yo'lda avtomobil haydashga doir bir qism savatlarni tayyorladik. Avtomobilni to'liq tekshirgandan keyin yo'lga chiqing. Yo'lga chiqishdan burun avtomobilingizning motor, tormoz, cho'ng chiroq, kichik chiroq, burilish chiriqi, tormoz chiriqi, aynak suyi qatorliqlarni cho'qim tekshirib, normal ishlaydiganligiga kapolatlik qilgandan keyin yo'lga chiqing. O't o'chirgich, 3 bulonliq ogohlantirish belgisi, jiddiy qutqizish buyumlarini avtomobilingizdan hargiz ayirmang. Xatarlik avtomobil to'xtatmang. Yuqori suratli tosh yo'lda avtomobil haydaganda hammadan xatarligi qoidaga xilof avtomobil to'xtatish. Agar yuqori suratli yo'lda avtomobil to'xtatishga to'g'ri kelsa, cho'qim belgilagan o'ringa berib to'xtating. Navoda avtomobilda kashili ko'rilib jiddiy to'xtashga to'g'ri kelsa, avtomobilning ogohlantirish chiriqini yondirib, barliq odam avtomobildan tushib yo'lning sirtiga chiqib ketish kerak. Mayli kunduz yoki kecha bo'lsin, avtomobildan 150 metr yiroqlikda 3 bulonliq ogohlantirish belgisi qo'yish kerak. Agar u narsa yo'q bo'lsa, bexatar o'rinda turib qo'lchiroq, yonfon yoki ochiq rangli latini pulonlatib, keynidan kelayotgan avtomobilga belgi berish kerak. Hargiz avtomobil ichida o'ltirib yordam saqlamang yoki avtomobil atrofida o'z oldingizga mashg'ulot qilmang. Choq etilib ketganda jiddiylashmang. Yuqori suratli tosh yo'lda ketib etib tuyuqsiz choq etilib ketsa, bo'libmi oldi choq etilib ketsa, hargiz jiddiylashmay rolni mahkam tuting. Tormozga yengil dasab suratni bara-bara astiltib to'xtating. Hargiz qattiq rol urmang. Kuchab tormozga dasamang. Undaq bo'lmaydi ekan, avtomobil o'rilib hayotingiz xavf uchraydi. Texnikalik baholashdan qaraganda suratingiz 160 km/soatdan eshib ketsa, mayli texnikangiz qancha yuqori bo'lsin yoki avtomobilingiz shuncha esil bo'lsin, choq etilib ketganda o'lim yetim yuz berish nisbati 100% bo'ladi. Chekdan oshirib avtomobil haydamang. 10 hadisining 9i suratning tezligidan kelib chiqadi. Agar siz intayin sagak holda 100 km/soat tezlik bilan ketib etib, oldingizga xatarlik ahvol ko'rilganda, cho'ng mingingiz inkos qaytirib tormozga dasash uchun 1.7 sekund ketadi. Bu 1.7 sekund ichida avtomobilingiz 47 metr mengib bo'ladi. Bu 47 metr oraliqda balkim hayotlik bo'lishi mumkin. Davlatimiz yo'l qatnash bexatarlik qonunida yuqori suratli yo'ldagi avtomobillarning soatlik eng yuqori surat cheki 120 km qilib bekitilgan. Ogohlantirish belgilariga diqqat qiling. Mayli xat to'ning yoki to'nimang yo'lda seriq rangli ogohlantirish belgilarini uchratgan vaqtingizda uningda nim deyilganligidan qat'iy nazar cho'qim suratni astilting. Oldidagi avtomobil bilan belgilik oraliq saqlang. Amal bor kechasi yo'l yurmang. Kechasi yo'l yuradigan cho'ng tipliq yuk avtomobillarining soni kunduzdagidan nechasi ortiq. Cho'ng tipliq yuk avtomobillarining o'rindagi egiz bo'lg'ishqa oldi tarafdagi avtomobillarning cho'ng chiriqi bevosita shoferning ko'ziga tushadi-da, ko'zni osonli charchitadi. Cho'ng tipliq yuk avtomobil shoferlarining bu xil charchash holati oson hodis paydo qiladi. Avtomobil yondiganda chiroq yiqib belgi bering. Yuqori suratli yo'lda avtomobil surati tez, shovqin kuchli bo'ladi. Siz signal bergan vaqtingizda oldidagi avtomobil shoferi anglay olmasligi mumkin. Shunga avtomobil yondiganda to'xtamay cho'ng kichik chiroqni almashtirib yiqib belgi bering. Bu signal urgandan unumli bo'ladi. Kechasi avtomobil yondiganda cho'qim chiroq yiqib belgi bering. Signal urmang. Agar siz yondirmoqchi bo'lgan avtomobilning shoferi mugdab qolgan bo'lsa, signal ursangiz cho'chib ketadi. Xatarlik ahvol yuz berishi mumkin. Yonfon ishlatmang. Avtomobil haydaganda yonfon ishlatmang. Öndidarda paranglashmang yoki avtomobilingizda o'ltirg'ichlar bilan chaqchaqlashmang. Bu hayotingiz bilan o'ynashqanlik. Ketib etib axlat tashlamang, nochilik talashmang. Yuqori suratli yo'lda ketib etib meva sho'piga, botilka, tamaka qoldig'i qatorliq axlatlarni tashlamang. Siz tashlagan ashi bir tal axlat keynidagi avtomobil uchun ajallik oqibat keltirishi mumkin. Yo'ldagi nochilar bilan tang bo'lmang. Vaqt kelganda avtomobilingiz har qancha esil bo'lsa-mu, u bir necha millimetr qalinlikdagi qanaltir hayotingizni saqlab qola olmaydi. Bexatarlik tasmasini cho'qim taqing. Avtomobil haydaganda cho'qim bexatarlik tasmasini taqing. Ham avtomobilga o'ltirg'ichlarni bexatarlik tasmasini taqashga eskarting. Xatar yuz berganda birdan-bir hayotingizni saqlab qola oladigan narsa bexatarlik tasmasi. Voqea maydonida uzun ayol bo'lmang. Navoda yuqori suratli yo'lda surkilib ketish, yengil so'qilib ketish qatorliq kichik hodislar yuz berganda qarish taraf bilan datalash qilib uzun ayol bo'lmang. Cho'ng hodis yuz berib kelishi mumkin. Telefoningizda naq maydonni rasmga tortib olgandan keyin darhol yo'lga chiqing.
Avtomobil to'xtatish maydoniga borgandan keyin aldirmay betaraf qiling. Vaqtni qo'ldan berib qo'ymang. Agar cho'ng hodisa yuz berib qolganda oilamga xabar qilaman, do'stlarimga telefon qilib munosabat izlayman deb eng yaxshi fursatni qo'ldan berib qo'ymang. Jonni qutqizish hamidan muhim. Aldı bilan 110, 120 ga telefon qilib hodisani ma'lum qilgandan keyin qo'lingizdan kelishicha yordamlarni qutqizing. Agar jiddiy qutqizish bilimlaridan xabaringiz bo'lmasa, og'ir yordamlarni o'rinda midratmang. Midratsangiz, uning hayotiga xavf elib kelishingiz mumkin.